Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Elias Espades statistikasi. Ол Sadriddin Ahmedovning qarshilasi bo'lib sanaladi. Elias Espades Meksikalik kasbqo'y bokschi 1990-yili 20-qazanda dunyoga keldi. Ол birinchi o'rta salmoqda o'ynar ko'rsatadi, ya'ni hozirgi vaqtda 34 yoshda. Espades o'zining kasbiy mansabida 29 jekpejek o'tkazib, uning 23-da jengishga yetgan, 16 nokaut ya'ni 6 ret jengilgan. 2025-yilning 19-savrunda Espades qozog'istonlik bokschi Sadriddin Ahmedov bilan AQShning Kaliforniya shtatida Kamiris qalasida jekpejek o'tkazuvni jozbarlab o'tir. Sadriddin Ahmedov so'nggi jekpejegi 2024-yilning 13-желтоқсанында Kaliforniyada o'tkazib, amerikalik Lafler Igovikni 7-raundda nokaut bilan yengdi. Elias Espades so'nggi jekpejegi 2024-yilning желтоқсан oyida o'tkazib, Ramon Bajarsni 2-raundda nokaut bilan yengdi. Bu jekpejekning favorit reytingida Sadriddin Ahmedov qarashtiriladi. Negizgi sebeblari: jas ya'ni forma. Ahmedov alida mansabining ho'raluv kezida, al Espades jengilliklari ko'proq. Jekpejek stili: Ahmedov agressivda shabuldab qarshilasin nokautga jiberетін bokschi. Reyting ya'ni qarshilaslar dengiyi: Ahmedov mixtiroq qarshilaslarмен кездесіп, jo'g'ori reytingda jekpejek o'tkazgan. Deganымен Espades tajribali bokschi ya'ni kutmagan жағдайлар bo'lishi mumkin. Biroq hozirgi tanda bukmekerlar va sarapchilar Ahmedovning jengilishi ehtimoli ko'radi. Sizlarga sport жаңалықтары bo'ldi do'stlar. Like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. 5-savr Janibek Alimxonuli bilan Anuel Nigamesning o'rtasidagi jekpejek bo'ladi. Uni birga talqilab ko'rayotgan bo'lamiz. Barchaga rahmat.